Yak xanda guni Dada men ketdim. Qani, payji barakang dersin. Amin. Xavf xatarlardan ehtiyot o. Allohu akbar. Pul bermaysizmi? Shu kunlarda qadaming chataqda sen bolani. Shuncha pulda nima qilyapsan, o'g'lim? O'zim ustim ishlayapman dada, bo'pti. Ha, ota qayga ekan? Qizim qayga ekan? Bilalar. Gapira olmaydi bu pishda qatdi bu. Qayga ekan? Yunusobodga unda. Chiqinglar, o'zim olib borib qo'yaman. Chiqinglar, ishimiz zarur olib borib qo'yaman. Ha, yoshlar, sevishganmisizlar, qizim? Ha, amaki, sevishamiz. Bu bola ish qilib sizni sevamikan, qizim? Конечно. Kuniga 500 mingdan rasxod qilganlardan keyin sevalladi. Ha, unda to'y qachon, qizim? Xudo xolasa fevralda qilmoqchimiz. Yo, fevralda qilmanglar, qizim, dadasini ko'tarib ketib qolmasin. Sal kuzroqqa qilinglar, dampama oladi. Voy, bularning adalariga muhtojlik joylari yo'q. Bular arxitektorlar, chizib pul topadilar. Ammo hamma yoqqa hozir ham chizib qo'ydi, qara. Voy, amaki bitta gap aytaymi? To'xtab turing, maqtaning. Bular menga mahrga Malibu sovg'a qilmoqchilar. Otada Nexia kelinda Malibumi, o'g'lim? Bular o'z adalarini yoqtirmaylar. To'ydan keyin mehribonlik uyiga tashlab kelmoqchimiz. Mehribonlik uyi? Sen o'zing nima deyapsan? O'rdaklar, lo'yinda qara asfalt suradigan traktorga o'xshaydi. Bu cho'qqi soqolni qo'ldan po'qti ish kelmaydi. O'g'lim, kimni sudda ishlayapsiz, ha? Tosh, Yunusobodgacha mashinamni oldi yugurib ketasizlar. Tosh, asabimni buzma! Nimaga ajizligini aytmaysiz? Gapirtirmadi-ku meni. Ularni shuna tarbiya qilish kerak-da. Sevging uchun kurash, o'g'lim. Onangni emgir ota mehnatda ulkayibdi. Bundan 20 yil oldin ul ko'rdim deb xalqqa osh beribman. Undan ko'ra uxlab qolavermabman. Svitoy. Assalomu alaykum. Satimxon bugun ertaroq kelibsizmi uyga? Ko'chada situatsiya shunaqa-da. Situatsiya. Undan ko'ra bu plastikdan daryo-dora naqd pul qilib kel. Kreditlarimizni to'lashimiz kerak hali. Bo'ldi, adda, cho'g'i ko'proq ish qilib. Chach-pachingda og'izib yur. Cho'ta nimadir netom o'limda. Alo. Jonim. Ko'rishaveradigan joyi lekin. Endi bitta joydan kelib qoldi-da. Jonim, Malibu'ni qo'ying. Undan ko'ra 2 xonali uy olib bering menga. Ikkalamiz yolg'iz maza qilib yashaymiz. Siz uchun men dunyolarni ost-ustun qilaman. Rakataka tumtum degan joyda, o'g'lim, dunyoni ost-ustun qilguncha uydagi o'tinlarda toshib. Ha, qizim, uy kerak bo'lib qoldimi? Ha? Lo'yingda qara, o'zi bir-birdan tepasida kirayotganlar bilan turibdi-yu. Ha? Otangga puliga kayf qilishni o'rgatib qolma, ber baqa. Baqa ber. Ya meni tanlaysan bugundan boshlab. Ya mana shu o'rdaklovni tanlaysan. O'rdaklov? Tushundim, o'g'lim. Tushundim, men ul tarbiya qilmabman. Otalar bor, otalarning naqshidir. Otalar bor, o'rdaklovdan yaxshidir. Qaniylar xonim? Payzar akalangni ersin. Xavf xatarlardan ehtiyot o'nglar. Kelma o'g'lim, kutmadim. Umuman kutmadim, kelma. Ikki ko'z ko'rsa o'sin. Qalb ko'zi ko'rmasin. Dilda boring. Yashang o'g'lim. O'g'lingizdan bir xabar olib qo'ying. O'g'limdan? Yana o'sha o'rdaklar yo'ldan urdimi deyman o'g'limda, ayasi? Monisa ayasi. Mazza yo'q. Yana zabbol. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Ming bor uzr, o'g'limiz sal sahnalarida tarbiyasini qilib qo'yayotgan ekan. Biz o'g'limizni tarbiyasi bilan shug'ullanolmayapmiz ayasi. Hammasi mana shu o'rdaklovdi deb bo'lyapti. Nima qilsam tinch qo'yasan o'g'limni? Ha? O'sha ayasi.
Nima qilib qo'yasan, ha? O'rdaklar lo'yinda qara kapchonni kalbasaga o'xshaydi. O'zi bosing. Men bularni bugunoq tarbiya qilmasam, Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Ey jonim, sizda dardli chiqmayapti. Nima qilay? Birinchi kun bugun o'rganib ketamiz. Bularni zo'r tarbiya qilyapmiz, dadasi. bularni men odam qilmasam, it odam qilmaydi ayasi. Sening uchun kurashaver o'g'lim.